$2350 plazma bu aparat. Hammaga salom do'stlar. Doğru eshitdingiz. $2350 baholini tushirib qo'ydim. Endilikda Xorazm bo'ylab yetirib, ustanovka etib berish ichida, keyin uning ichine giradi, o'rgatishlar giradi. Texpoddeshga 6 oy garantiyasi bor. Xo'sh, stanokning razmeri, o'zining razmeri 2 metr 330, kasadan polyasi 1,5 metr 3 metr listni bemalol kesib ishlov berib biladi. $2350 navla kiradi degan savollar. Xo'sh, ishi ko'rib turgansiz, kontroller miyasi fleshka, keyin shu ustarda shu ko'rinishi bo'ladi. Bu plazmaliz apparat uning ichida emas. Buni har kim o'zining xohishiga qarab, qalin yubka kesishine qarab tanlaydi. Maslahat beramiz, tanlash beramiz. Men uni riboy plazmalizni farqi o'zimda bo'lsa odamlarga, o'zingizda bo'lsa o'zingizni plazmalizingizga kut 40 dan tortib kut 200 gacha ulab beraveraman. Farqi yo'q. Kesish qalinligi plazmaliz apparatiga bog'liq bo'ladi. Keyin buni ustalar o'zlari yasab oladi. Men chertojini beraman. Buni men yasab bersam, dastlabki qimmatlashadi. Keyin yana narx ham minadi-da, transportirovka rasxodlari ko'payib ketadi. Shuning uchun hozir bahasi shu bahada qo'yib turibman. Plazmalizda общий ko'rinishi shunday bo'ladi. Kontroller hammasi original. Xitoydan original nalar keladi. O'zim oldiraman. Yana bu yerda tushirib chiqadan ham o'ziniki relslar, 4 rels o'tdim. 8 yuradi bu. Xo'sh, yana nima deyish mumkin? O'rgatishlari bor ichida, kompyuterga ikkita programmasi bor, ustanovka etib beraman. Ishlashini 6 oy o'zi garantiyasi, ishlashi menda o'zi 2 yildan beri ishlab turibdi. Nasib etsa u ishlayveradi. Odam ishlatadigan odamga bog'liq. Bunda o'zi buziladigan narsa yo'q. Bundan nagruska ham tushmaydi. Bu damira demay yuradi, ustunda yuradi. Shuning uchun nagruska tushmaydi. Bir xalostoy borib keladi bu bo'lgan. E'da nagruska tushadigan narsa apparatdan nagruska tushishi mumkin. Keyin yana nima deyish mumkin? Bu yerda remenli привод. Hamma remenli привод arzon bo'ladi, ham lift bo'lmaydi bunda. Zubchatiga qaraganda afzalliklari bor. Hozir telefon bilan общий rakursda navlar ishlatilgan, nechik motorlar qo'yilganini общий bir ko'rsatib beraman. Keyin bu yana bir afzallik tarafi, bu yengiladi. Shu laboga sig'ib turaveradi. Labo yoki gazel kichkina mashinalar ham sig'adi. O'zbekiston bu yetkazishlar uchun ansat bo'lish uchun. Borgandan keyin 4 ta profilni o'rnatiladi. Keyin ustanovka etish ansatdan uni har kim ustanovka etib biladi. Hozir buni nellari buzilishini, keyin buzilgandan keyin videosini qo'yaman. Videomiz informativniy bo'ladi, ya'ni informatsiyalarga boy bo'ladi. Shuning uchun o'tirmay ko'rsangizni so'rab qolaman. Keyin bir like, podpiska bo'lsangiz ham a'lo bo'ladi. Nima deymiz? Ishlarimiz ozgina yurishib, rivojlanib ketishini turtki bo'ladi-da. Boshqa plazmaliz so'rab yurgan odamlarga yo'q, ko'ringlar videoni. Like bossangiz o'zi ko'proq chiqadi. Shunday bo'ladi. Hammaga rahmat. Do'stlar, bu kontroller bo'ladi. SF2100S degan oxirgi variantdagi kontroller. Ana orqa tarafi montaj ham chiroyli ketgan. Zo'r. Endi bu yerda bir yana rels bo'ladi. Shuning uchun baholar arzon. Mana relsni ko'rib turibsiz. Bu yanında esa rels yo'q. Profilda o'zida yuradi. Keyin X-ga X-okni bunday rels qo'ydim. Buni yurishim yaxshi bo'ladi. Kesishim chotki bo'ladi buni. Yana ko'rib turibsizlar. Bez обработка kesilgan yana. Buni a'lo. Batiniga gap yo'q. Chiqaradigan motor nima
23, o'rtachasi, Nemo 23, kattasi. Kabel kanal. Hozir impuls apparat olib kelibdi buni egasi, shuni qo'yib turibman. Dedi, liboy apparat qo'ysa bo'ladi. Endi buni bo'lishaganda shu 4 dona bu yerda 4, bu yerda 4 dona kichkina shurup yechiladi. Bunda keyin bu kabel kanal yechiladi, bu yerdan yechiladidan bu yana yenglanadi. Keyin profilam nada turibdi. Hozir 3 dona samarez, yaxshi xili, medarez va yana 3 dona borgandan keyin qo'yiladi. Hozir bugun buni egasini jo'nataman. Video davomida apparat ustanib ketganini ham ko'p ko'rsataman ben. Samarez apparatini yig'naladan yüklandi, lavoga sig'ib turaveradi endi. Dastlabki shamonsat borib yig'nab qo'yilaveradi. Yig'nagan videosini ham tashlayman. Navbatdagi plazmarez Xiva geldi. Yangi lavoragan plazmarez yig'naldi bu. Kompressori apparati o'zidan menda Üstler emas, endi profili. Üstlerini ham o'zi taxladi, bu yerda kesib turibdi. Mana deyishim, o'rganish jarayonida o'rganib turibdi, boshqatib turibdi. Xo'sh. Shunday gaplar. Xivada. Xivan nerede? Xiva Gendimeyan degan yer ekan. Katyolchi Sanjarbekni nasi firmasi. Va shunday bunun nomeri yana telefon katyol zakaz etadi, unda katyollarni